Tevbe suresi. Bu Allah ve onun peygamberi tarafından Müslümanlar bilen müşrikler o'rtasida tuzilgan kelishimlarning bekor qilinganligining e'lonidir. Ey müşriklar, yeryüzüde müminlerning çekilishidan xotirjam holda 4 oy ozodi yurvelinglar. Bilinglarki, sizlar Allohning jazosidan qechib qutulolmaysizlar. Shunimi bilib qo'yinglarki, Allah kafirlarni xor qilg'uchidir. Ularni dunyoda rasvo qilib, oxiratda do'zaxga tashlab jazolag'uchidir. Bu haj kunida Allah va uning payg'ambari tarafidan insonlarga chiqarilgan e'londirki, Allah mushriklardan ado judodir. Allahning payg'ambari mu ado judodir. Ey mushriklar, agar sizlar mushriklik aqidanglardan yenib haq dinni qabul qilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar haq dinning da'vatini qabul qilishdan bosh tortib, Allohning diniga kirishga unumisanglar, bilinglarki, sizlar Allohning jazosidan hargiz qechib qutulolmaysizlar. Ey payg'ambar, islomdan yuz o'rgan kofirlarni Allohning qattiq azobidan ogohlantirgin. Mushriklar ichidagi sizlar bilan kelishim tuzgan, kelishimga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermagan kishilar yuqorqi hukmdan mustasnodir. Ular bilan tuzgan bu kelishimga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Sheksizki, Allah buyurganlarini o'rindaydigan, mushriklik, xiyonat qatorliq gunohlardan saqlangan taqvodor kishilarni do'st tutadi. Sizlar mushriklarga mo'hlat bergan 4 oy to'shqanda mushriklarga qarshi urush e'lon qilinglar. Ularni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga ilinglar. Atrofini qorshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini kuzatib turinglar. Agar ular kufrdan yenib, islomni qabul qilsa va namoz o'qib, zakot berib, islom farzlarini ado qilsa, ularni qo'yib etinglar. Chunki ular sizlarning diniy qarindishinglarga aylangan bo'ladi. Sheksizki, Allah tavba qilgan bandisining gunohini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ey payg'ambar, agar mushriklardan biror kishi sendan omonlik tilasa, toki o Qur'onni anglab, uning haqiqatiga yetganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan yani iman etmasa, uni o'zi amon topadigan joyga yetkizib qo'ygan. Bu shuning uchunki kofirlar islomning haqiqatini bilmaydigan qavmdir. Balki ular o'zlaridagi jaholat ko'tarilgandan keyin islomni qabul qilishi mumkin. Allohning va uning payg'ambarining nazarida mushriklarda qandoqmi ahdi degan narsa bo'lsin. Ammo Masjid-i Haramning yanida Hudaybiya sulhisida sizlar bilan kelishim tuzishganlar buningdan mustasno. Ular sizlar bilan tuzishgan kelishimga vafo qilsa, sizlarmi uningga vafo qilinglar. Sheksizki, Allah ahdisiga vafo qiladigan taqvodor kishilarni do'st tutadi. Mushriklar g'alaba qilamagan chaqlarda ahdilariga vafo qiladi. Ammo ular mu'minlarni yengib tushadiganligini his qilgan chaqlarda bo'lsa, ularni na tuqqanchilikqa, na kelishimga rioya qilmaydi. Ularning sizlardan qo'rqadigan chaqda sizlarga qiladigan soxta muomalasiga va shirin so'zlariga aldanib qolmanglar. Chunki ular sizlarni xush qilish uchun ko'nglida bo'lmagan yasalma so'zlarni qiladi. Ularning to'lisi islomga qarshi harakat qiladi va sizlar bilan tuzgan ahdillarini buzadi. Ular Allohning oyatlarini dunyoning arzimas narsalariga setivatdi. Haqni qabul qilishdan bosh tortdi va islomga kirishga qiziqqan kishilarni uningdan to'sdi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. O mushriklar iymonga va mu'minlarga qarshi kurash qiladi. Ular na mu'minlar bilan bo'lgan tuqqanchilikqa, na tuzilgan kelishimga rioya qilmaydi.
Ani shular haqiqatga dushmanlik qilishda va kishilarga zulm qilishda haqiqatan haddini oshqanlardir. Agar ular saxti ilohlarga cho'qinishdan voz kechib, biri Allohga iymon etsa, namoz o'qib, zakot berib, islom shariatiga amal qilsa, u chaqda ular sizlarning diniy qarindishinglarga aylanadi. Haqiqatni biladigan qavm uchun oyatlarni ana shundoq tafsiliy bayon qilamiz. Agar u mushriklar sizlar bilan kelishim tuzishgandan keyin ahdillarini buzsa va islom diniga haqorat qilsa, ular kofirlikdan va islomga dushmanlik qilishdan yongonga qadar ular bilan urushinglar. Chunki ular kufrning katta boshlaridir. Ularning na ahdisining, na qasmining hech qanday e'tibori yo'qdir. Ey mu'minlar, ahdini buzgan, payg'ambarni Makkadan haydab chiqarishga uringan, sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga qarshi urush qilishdan ikkilanmanglar. Sizlar ulardan qo'rqmamsizlar. Yoki ular bilan urush maydonida uchrashishdan qo'rqmamsizlar. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, sizlarning qo'rqishinglar uchun Alloh eng loyiqdir. Ey mu'minlar, Allah'ның düşmanları boğan kafirlar bilen urushinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Ularni yengilish va rasvolik bilan xor qiladi. Sizlarni ularning ustidan g'olib qiladi. Haq dinni ustun qiladi. Sizlarning mushriklarning hiyla mikrlari sababli g'am qayg'uga to'lgan ko'nglinglarga ularni mag'lub qilish orqali tasalli beradi. Müminlarni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Kufrda ching turvagan ashu kafirlardan kimki qilmishlariga tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Chunki Alloh xohlagan bandasining tavbasini qabul qiladi. Alloh tavba qilguvchining samimiyatini bilib turg'uchidir. Tadbirlarda, ishlarida va bandalarga qonun belgilashda hikmat bilan ish qilguvchidir. Bandalarni sinash Allohning qonuniyatlaridan biridir. Ey mu'minlar, Alloh sizlarning oranglardan ixlos bilan jihad qilganlarni, Allohdan, uning payg'ambaridan va mu'minlardan boshqasini sirdosh qilib olmaganlarni o'tirg'i chiqolmay turib, o'zinglarni sinoqsiz tashlab qo'yadi deb o'ylamanglar. Alloh sizlarning qilayotgan har bir ishinglardan xabardordir. Va shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Mushriklar o'zlarining kofirligini e'lon qilib va Allohga sherik keltirib turib, ularning Allohning masjidlarini obod qilish salohiyati yo'qdir. U mushriklarning yaxshilik deb qilgan barliq amallari bekor bo'lib ketadi. Ular dozoqda mangu qoladi. Allohning masjidlarini faqat Allohga oxirat kuniga iymon etgan, namozni mukammal o'qigan, zakot bergan, Allohning dinini qo'g'dashda Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Allohning masjidlarini obod qilgan ashu kishilar to'g'ri yo'lga muvaffaq bo'lganlardir. Ey qavm, sizlar hojilarni suv bilan ta'minlaganlarni, Masjidi haramni obod qilganlarni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Alloh yo'lida jihad qilganlar bilan o'xshash deb hisoblamsizlar. Allohning nazarida mu'minlarning ahvoli bilan kofirlarning ahvoli teng emas. Chunki Alloh iymon etmaganlarning yaxshi amallarini qabul qilmaydi. Alloh kufrda ching turib elib, o'ziga zulm qilgan qavmni yaxshi ishlarga muvaffaq qilmaydi. Allohga iymon etgan, kufri diyorini tashlab, islom diyoriga hijrat qilgan, Allohning dinini ustunlikka ega qilish yo'lida pul, melini va jinini atab jihad qilgan kishilarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ana shular Allohning roziligiga erishishdan iborat katta utuqni qozong'uvchilardir. Ashu muhojir mu'minlarga Allah o'zining keng rahmati, mangulik roziligi va ne'matlari tugab qolmaydigan jannatlar bilan xush xabar beradi. Ular jannatlarda mangu turadi. O jannatlarning ne'matlari tugab qolmaydi.
Bu ularning dunyodagi hayotida qilgan yaxshi amallarining mukofotidir. Shubhisizki, iymon etgan va Allohning buyurganlarini o'rindab, to'sqanlarni tark etib, yaxshi amallarni qilgan kishilarga Allohning dargohida katta mukofot bor. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Agar otalaringlar, qarindoshlaringlar kofirlikda ching turib elib, islomga qarshi turishni davomlashtirsa, ularni musulmonlarning mag'fiyatligiga munosabatlik so'zlarni qilishadigan, muhim ishlaringlarda maslahatlashadigan yaqin kishilaringlar qatoridan sanamanglar. Sizlardan kimki ularni yaqin kishilar hisoblaydi ekan va do'st tutadi ekan, u Allohga osiylik qilgan va o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Ey payg'ambar, mo'minlarga aytqinki, agar sizlar otalaringlarni, o'g'illaringlarni, qarindoshlaringlarni, ayollaringlarni, urug' tuqqanlaringlarni, topgan pul mollaringlarni, oqmay qilishidan ansirgan tijoratinglarni, yaxshi ko'radigan uylaringlarni Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Alloh yo'lida jihad qilishdan afzal ko'rsanglar, sizlar Allohning azobini kutsanglar bo'ladi. Allah o'zining itoatidan chiqqan qavmni hidoyatga va yaxshi ishga muvaffaq qilmaydi. Sheksizki, sizlar qo'linglardan kelgan sabablarni qilgan va Allohga chin ishonch bilan tayangan cheg'inglarda Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida yordam berdi. Hunayn urushi bo'lgan kunda sizlarni soninglarning ko'pligi mag'rurlantirgan va bugun bizning sonimiz ko'pdir, shunga yengilmaymiz degan edinglar. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqotmadi. Dushman sizlarga g'olib keldi. Shuncha keng zamin sizlarga tortuyildi. Shuning bilan sizlar orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambarga va mu'minlarga xotirjamlik beg'ishladi. Shuning bilan ular jihad maydonida mustahkam turdi. Alloh ularga ular ilgari ko'rib boqmagan farishtalar qo'shinini tushirdi. Ularga dushmanlarga qarshi nusrat ato qildi. Kofirlarni bo'lsa qattiq jazoladi. Mana bu kishilarni Allohning dinidan to'sqan, Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan kofirlarning jazosidir. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.